Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Biz bugun xudo xolasa savdo qilish uchun foydalaniladigan savdo platformamiz haqida gaplashib o'tamiz. Hop, sizga savdo.svory.com sayti beriladi. Shunga kirganingizda o'zingizning telefon raqamingiz va maxsus parol jo'natiladi. Bu orqali kirishingiz mumkin. Kirishni bosganingizda sizda quyidagicha oyna hosil bo'ladi va bu statistika bo'limi hisoblanadi. Bizda kunlik foyda, oylik foyda va jami foyda. Undan tashqari jami kirim narxi, jami sotuv narxi, jami qolgan narxlar, narx, plastik qarzga qancha bo'lgan, ular haqida ma'lumotlar turadi va qo'shimchasiga ob-havo ma'lumoti. Endi bu o'zingiz uchun qisqacha. Undan tashqari eng ko'p oylik sotilgan mahsulotlar haqida mana yerda ro'yxat chiqadi. Misol uchun mana bu 10 ta sotilgan va taxminiy 70 ming so'mlik savdo bo'lgan va 9 ming so'm taxminiy foyda bor. Bu endi siz o'zingiz qo'ygan narxlardan kelib chiqib aytiladi. Undan tashqari mana bu yerda xohlagan turingizga sozlab olishingiz mumkin. Misol uchun menyularni yuqoriga kimga qanday foydali bo'lsa, shunday qilib olishimiz mumkin bo'ladi. Endi biz birinchi o'rinda qanday sozlamalarni amalga oshirishimiz kerak? Birinchi o'rinda tizimni sozlab olishimiz kerak. Tizim sozlamasiga kiramiz. Bu yerda chekka chiqadigan ma'lumotlar turadi. Kimdir yilma-yil hisoblaydigan bo'lsa, yilma-yil tanlab ketishi mumkin. Odatda ko'pchilik yilma-yil hisob-kitob qilmaydi. Ya'ni tovarlar u yildan bu yilga o'tib ketadi. Shuning uchun buni o'zgartirilmaydi. Mana bu yerda jadvallarning chiqishi inobatga olingan, ya'ni nechtadan jadval chiqishi kerakligi hisobga olinadi. Misol uchun menga 20 tadan tariflanishi va keyingisi 1-2 qilib o'tib ketishi bo'laveradi. Hop, firmaning nomi, manzili, telefon raqamingiz va narx bilan chiqsimi, narxsiz chiqsimi cheklaringiz, shu haqidagi ma'lumotlar saqlash tugmasini bosishingiz bilan kifoya bo'ladi. Undan tashqari valyuta sozlamalari bor. Valyuta sozlamalarida valyutalar kursini kiritib qo'ysangiz, misol uchun savdoda mahsulotlaringiz valyutada keladigan bo'lsa, o'sha valyuta kursi bo'yicha hisob-kitob qilinadi. Endi chegirma sozlamalari bor. Bu endi qandaydir ma'noda mijozlar uchun bonus taqdim qilishingiz mumkin. Aytaylik, har bir savdosiga qarab bonus ketadi. Misol biz mana yerda kiritish bor. Mana kiritishda chegirma summasidan chegirma summasigacha, ya'ni aytaylik 0 dan 5 milliongacha savdo qilsa, aytaylik 5% bonus olib qoladi. Cashbackga o'xshagan narsa bu. Misol uchun 10% cashback bo'ladi, 20% cashback bo'ladi. Endi bu o'zimiz kiritganmiz. Endi odatda bunaqa katta bo'lmaydi. 5, aytaylik 7% bo'lishi mumkin. Bu endi sizdan kelib chiqib cashbackga o'xshagan narsa bu. Ya'ni buni o'zingiz kiritishingiz mumkin, lekin ishlatmasangiz ham hech nima qilmaydi. Shunchaki hisoblab turaveradi. Bu muammosi yo'q. Yozmasangiz hisob-kitob qilmaydi. Xo'sh, keyingisi bu bo'limlar bo'lgandan keyin birinchi o'rinda albatta mahsulotlarni kiritib olishimiz kerak. Mana bizda mahsulotlar kiritilgan. Mahsulotlarni kiritish juda sodda. Mana bu yerda kiritish bo'limi bor. Bosishingiz bilan mahsulot turini tanlaysiz. Masalan, qurilish mollar, elektr uskunalar, qurilmalar, santexnik, qonchilik, temir, oziq-ovqat, eshik, rom va boshqa ketaveradi. Endi o'lchov birligi, dona, kilogramm, metr, qop, tonna, to'plam, litr, metr kvadrat nimada kelsa ketaveradi. Xo'p, undan keyin mahsulot ID'si. Bu ID'si shtrix kodi hisoblanadi. Odatda deyarli barcha mahsulotlarda shtrix kod bo'ladi. Aytaylik, uni shtrix kod o'qiydigan apparatlarimiz orqali o'qitganimizda kerak bo'ladi. Agarda sizda bo'lmasa, shunchaki 0 kiritib ketavering. Endi mahsulot nomi, misol uchun elektr uskunasi drill kirityapsiz. U drill ketdi, nomini yozasiz. Aytaylik, drill, misol uchun Makita, aytaylik, o'lchami misol 20 ning farqi yo'q. Ogohlantirish soni, misol uchun 5 tada ogohlantirib qo'ygan. 5 ta mahsulot qolmagan bo'lsa ogohlantirib qo'ygan. Valyuta so'mdami, dollardami? Aytaylik, dollarda kelsin. Kelgan narxi misol uchun $11, $11.5 kelsin. Sotish narximiz aytaylik $12 sotaylik. Mana o'zi biz yozgan summa bo'yicha hisob-kitob qilyapti. Xo'sh, mahsulotlaringizga 0 qo'yib ketamiz. O'lchov birligining dona keladi bu. Saqlashni bosadigan bo'lsak, muvaffaqiyatli yuklandi. Bizda mana elektr uskuna ID'si keldi. Dollarda mana summasini chiqarib qo'ydi bizga. Tahrirlash mana bu yerda. Bemalol tahrirlashimiz mumkin.
va mana bu yerda qidiruvi bor. Misol uchun bir nechta kiritib ketiladi. Mana endi haligi sozlamadagi joyga keldik. Yana 1 dan 20 gacha tartiblanadi va keyingisiga shunday o'tib ketishimiz mumkin. Agar sizda ishlashni noqulay bo'lsa, tungi rejimimiz ham bor. Tungi rejimga o'tsak ham bo'ladi. Endi xuddi shu joyda biz birontasini ko'rsatib, mana ogohlantirish soni aytaylik shuni 10 ta qilib qo'yiladigan bo'lsa, mana shu ogohlantirish soni nimani beradi desak, mana bu yerda bizda ombor bor. Bu ombor bilan ishlaydi. Ya'ni omborda misol uchun 8 metr qoldi. Endi biz uchun darslik deb yozib qo'yganmiz. Biroz sinov uchun kiritilgandi. Shuning uchun shunaqa misol uchun mufta, troynik bular omborga kiritilganda biz ogohlantirish o'zi ishlashni boshlaydi. Boshqa payt ishlamaydi. Chunki omborga kiritmaguncha mahsulot nomi kiritiladi xolos. Mana shu yerda qancha qolganligini ogohlantirib turadi. Endi bu narsalar bo'lgandan keyin bizda omborga o'tib turib, misol uchun bizning drelimiz bor edi, mana drel deb olamiz, Makita, misol uchun 20 talik, 15 dollardan kelgan. Mana shu yerning o'zida biz summasini o'zgartirib ketishimiz mumkin. Keyin sotuv shu summadan ketadi. Oldin misol uchun bu drelimiz 11,5 dollardan kelgan bo'lsa, keyin mana 13 dollar bo'lib qoldi endi. Endi biz bu drelda aytaylik 13,8 dollardan sotyapmiz mana. 13,8 dollardan sotyapmiz. Misol uchun bundan 10 ta keldi. Hop, naqd pulgami, qarzgami yoki pul o'tkazish yo'li bormi yozib qo'ysak, buni ham hisob kitobga oladi. Agar qarzga misol uchun aytaylik 50 dollarni qarzga olgan bo'lsa, telefon nomerini chiqaradi. 377 desa, mana oldin ba'zida borligi uchun sirasi chiqarib berdim. Men o'zimnikini o'sha Karimjon sement zavodida o'zimcha kiritib qo'ygandim. Mana sirasi olib omborga qo'shib qo'yadi. Mana drel kiritib qo'ydi. Mana 10 ta. Bemalol ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bizda hozir o'zi savdoga kirdi bu. Savdoda endi bemalol aylanaveradi. Endi mana bu yerda mahsulotlar soni bormi? Misol uchun nechta mahsulot borligini mana shu yerda ko'rib tursak bo'laveradi. Nechta ketyapti, nechta olyapti. Misol uchun drel Makita 10 dona bor hozir. Keyingisi o'z-o'zidan statistikani, o'zi savdo. Eng asosiy ishlaydigan joy mana savdo. Savdoda misol nima mahsulot bo'lsa, mayda drel Makita ketdi. 10 dona bor ekan. Misol uchun biz 5 donasini, 2 donasini deylik sotyapmiz. Xush qilishimiz bilan bu yerga tushadi. Yana boshqasini qo'shib ketaveramiz. Mana bu bo'limiz skidka. Misol uchun 2 dona olyapti, shunga 5% skidka qilib beradigan bo'lsak, bu maydan skidka qilib beradi. Aytaylik, plastikka qancha, qarzga qancha sotyapmiz. Misol uchun hozir bizda telefon raqami chiqib qolyapti. Buni qarzga sotyapti turganligimiz uchun sotadigan bo'lsa, telefon raqami chiqib qoladi. Shunga qarab moslab yozib ketaveramiz. Ya'ni shunday ketadi odatda jarayon. Bemalol savdo qilishimiz mumkin. Kelinglar, shunga savdo qilib qo'yamiz. Qarzga misol uchun 150 ming so'mga olyapti bu. Deylik 97 375 79 qilsak, Karimjon mana sement zavodi chiqdi. Sotdik. Mana bizga tushdi. Mana bu yerda bizda chop etish bor. Hop, bunisi mana ketdi. Mana Suori degan nomimiz, Namangan Mingbuloq inoat telefon raqamlar. Mana shular boya sozlamadan sozlab ketganmiz. Mana ketdi. 300 mana shuncha summaga 150 minglik bo'lyapti. Hadis uchun rahmat va hokazo. Mana biz chek apparatga qilib beradi. Chek apparatga bemalol chiqarishimiz mumkin. Tahrirlashni bo'lsak, 1 kunlikda tahrirlash imkoniyati bor. Ya'ni qaytarilishganda yoki adashib ketilganda bo'ladi. Endi keyingisi chegirma. Chegirma misol uchun hozir Karimjon sement zavodiga bitta mahsulot sotgandik mana olib. Shuni bir nechta ligisi bor, shularni endi chegirma qilib beryapti. Bir nechta sotuvlar bo'lganligi uchun shu yerda chegirma olib, chegirma qilib to'g'rilab beryapti. Shular haqida ma'lumot ketgan. Endi buyurtmalar bor. Buyurtmalarimiz nima? Bu misol uchun kiritish qanday bo'ladi? Misol bizda aytaylik mana shunga 20 dona buyurtma olib qolyapmiz. Telefon raqamini yozamiz mijozda. Aytaylik izohini yozib qo'yamiz. Shunaqaga deb saqlaydigan bo'lsak, bizda buyurtma olib qoldik mana. Yangi buyurtma bor. Mana bular qizil turibdi. Bu bajarilgan, bajarilmaganligini bildiradi.
agar mana shuni olib kelib yetkazib berib unga sotgan bo'lsak, ha bajarildi qilib qo'ysak, bizga xuddiki buyurtmani bajarganimizdek bo'lib qoladi. Mana biz qizil turibdi, demak hali buyurtmani bajarganimiz yo'q. O'zimizga qulaylik qilish uchun hisoblanadi. Endi mana bu yerda qarzlar ro'yxati bor, qaytarib olish bor va qarz daftari bor. Sizda qarz daftari oldin yuritilgan bo'lsa, mana yerda kiritish orqali bemalol qarz daftarlaringizni yuritishingiz mumkin. Misol uchun qarz miqdori aytaylik 1 million so'm kimga? Misol uchun Karimjon sement zavodiga qaytarish sanasi qachon? Aytaylik 28 qilaylik, endi o'tib ketgan kun odatda oldin beriladi. Misol uchun iyunda 5-siga qaytaraman deydi, to'g'rimi? Biz faqat mana yerdagi значок ogohlantirishini bilish uchun aytaylik keyingi sanani qo'yadigan bo'lsak, misol uchun 28-29 dan o'zi ogohlantiradi bugungi, chunki saqlaydigan bo'lsak mana o'zi 3 ta bo'lib qoldi ogohlantirishlar. Mana Karimjon sement zavodi 1 million olgan. Endi keling Karimjon sement zavodi qarzini qaytaramiz. Uzr, bunisi bas, mana yashili qarz qaytarish, to'lov qilish. Endi keldi qarzini qaytaryapti 500 ming so'mini. To'lov izohini yozilsa yoziladi, bo'lmasa shart emas. Yoziladigan bo'lsa, 500 ming so'm bizga qaytardi va o'z-o'zidan mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, endi bizdan 500 ming so'm qarz olgan, bugun qaytarish kerak edi degan ma'noda ogohlantirish turibdi. Hop. Undan tashqari bemalol qarzdorlar ro'yxatidan bemalol oldingi olingan ishlar bo'yicha ham qarzlarni ko'rishimiz mumkin. Nima olgan, qancha olgan, qaysi vaqtda olgan, qaytargan qachon, shular haqida to'la ma'lumot turadi. Shularni ko'rishimiz mumkin. Hop, tizim bo'yicha juda ham ko'plab ishlar bor. Chek bo'yicha tekshirish bor. Masalan, chek olib kelsa, erta mana 186, 166, mana 6 turibdi cheklar. Masalan, 6 qiladigan bo'lsak, o'sha chek bo'yicha sartifika qilib beradi. Shundan biz qaytaryapti turganimiz va boshqa holatlarda tahrirlashimiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha deb qolaman. Sog', omon bo'linglar.